Assalomu alaykum, baraka savdo kanali aziz obunachilari, muntazam yuzlar bor ekan, ko'p sininglar va kanalimiz a'zolari. Mana nemetskiy sistema 3 оборот pechka qilardik. Xudo xolasa, buni temir variantini ham qildik. Bu ham xuddi avvalgi pechkamizdaqa 3 ta xonani isitadi. Mana bir vaqtda o'zida mana oshxonaga qo'ysangiz, ovqat qilsangiz bo'ladi. Choy qaynaydi mana bitta vaqtda o'zida. Somsa qilsa bo'ladi, mana somsa. Bunimizni ichida katyoli bor, bitta kitob deyiladi. Bu 3-xonani isitsa ham. Bu yerda zaxlonkasi. Kuldoni. Pechkamizga keladigan bo'lsak, listlari tepasi ekkili listlar, ekrani bu tezroq isish uchun. Tepasi chugun bo'ladi. Yonboshlari 2,5 listdan hamda o't yonadigan yeri katyoli 4li listdan qilingan. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. 3-xonani ham isitadi. Mana bu yerda отопление sistemasi. Bu samoxod aylanish uchun yosh bolalar xonasiga yoki spalniga balandroqqa radiator o'rnatsanglar, bemalol o'zi mana samoxod aylanaveradi. Bu tarafda 2-xonasi. Bu pechkamizni shu yerini to'sib beramiz. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, yosh bolalarda ishtonlarini, paypaq, kirlar quritgani ham yangilik qilib qo'ydik. Bu yerga bemalol esa bundan chiqqan issiqlikka bemalol quritadi. Hozir kunga ko'proq muammo bo'layotgani mana shu kiyimlarni quritish bilan. Mana samoxod aylanyapti o'zi mana 100 gradus 20 minutda qaynadi mana o'zi aylanadi. Pechkamizga keladigan bo'lsak, qayerdan tozalaydi desanglar, bu yerda 4 ta samarez bo'ladi. Shuni bo'shatib turib, buni ichini tozalasanglar bo'ladi. Bu tarafida pastda yana 4 ta rezbani bo'shatib, bu yerdan tushgan qurindilarni tozalasanglar bo'laveradi. Pechkamizning narxiga keladigan bo'lsak, 2 ta xonani isitadigani 5 million so'm, 3 ta xonani isitadigan 5,5 million hamda 4 ta xonani isitadigan 5 million 750 ming bo'ladi. U katyol varianti. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Tayyari bor. Bu 1,5 ming gradusga issiqqa chidaydigan kraskani sachib qo'yganmiz. Bu ham xuddi shunaqa. Avvalgi pechkamiz bilan bir xil. Bu yerda 4 ta samarez bo'ladi. Bo'shatib turib 2 ga bo'linadi. Borgandan keyin pechkani joyiga o'rnatib turib, tepasini o'rnatib, bu yerda gayka bo'lsa qatirib qo'ysanglar bo'laveradi. Buni eni 1 metr, balandligi 220 bo'ladi. Bunimizning narxi 5 million so'm bo'ladi. Buni ham listlariga keladigan bo'lsak, 2lik list, yonboshi 2,5lik, asosan o't yonadigan yerlari 4li listdan bo'ladi. Tepasi chugun, eshigi chugun bo'ladi. Bu yerda 2-xonani isitadi. Bu bunker duxobga bu yerdan o't yonadi, bu yerdan issiq haydaydi bu yoqqa. Buni ham tozalaydigan joyi mana 4 ta samarezni bo'shatsa, bemalol tozalasa bo'ladi. Kimga shunaqa pechkalar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Butun O'zbekiston bo'yicha kelishilgan holda dastavkalarni qilib beramiz. Qanaqa savollar bo'lsa, ekran tagidagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Shu mehnatimizni qadrlab, bizni mehnatimizni qadrlab, like bosish esdan chiqmasin. Obuna bo'lib qo'ysanglar, yangilik qilib pechkamizga qanday yangiliklar qilingan bo'lsa, qo'yib boramiz, bemalol xabardor bo'lishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.